Yuqori qon bosimiga yoki gipertoniya kasalligiga chalingan bemorlarning keng tarqalgan shikoyatlaridan biri qon bosimini tushirganingizda o'zini noxush his qilishi bo'ladi. Bu miya faoliyatiga bog'liq bo'lib, odatda ishchi bosimiga miya moslashib qolgan bo'ladi va qon bosimi tushirilganda bunga nisbatan o'ziga xos reaksiya beradi. Lekin bu 2-3 haftada o'tib ketadigan holat bo'lib, qon bosimi normal yurganda normal bosimga ham moslashadi. Lekin yuqori qon bosimida yurishning xavfli tomoni yurak doimiy yuklama bilan ishlashi natijasida har qanday holatda faoliyati izdan chiqishi mumkin, turli asoratlar rivojlanishi mumkin. Undan tashqari yuqori qon bosimining to'lqinlari qon tomirlarida ateroskleroz rivojlanish xavfini 2 barobarga kuchaytiradi. Maxsus tadqiqot o'tkazilgan. Bu tadqiqotda qon bosimi normal yurganlarga nisbatan yuqori yurganlarda yurak asoratlari xavfi 27% ga ko'proq kuzatilgan. O'zingizni ehtiyot qiling, qon bosimingizni nazorat qiling, albatta kundalik tutib, ertalabda kechki paytda o'lchab yozib boring. Bizni kuzatib boring.